Salom guys. Xonam bunaqa iflosligiga e'tibor bermaydi. Kecha juda ham kechqurun kelganman. Prague guys, Chexiyadaman hozir. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Bu yoqda mana naqam otelim joylashgan. Otelim prям shahar sentrida joylashgan. 15 minut yursam уже Old Townga yetib boraman. Xullas, bugun sizlar bilan butun bitta kunimizni Pragada birga o'tkazamiz. O'shuning uchun mana shu YouTube vlogni sizlar uchun tayyorlayapman. Hali sochim tayyor emas, lekin makiyajim, уже outfitim tayyor. As you can see guys, ustimga plashimni ilib olaman. Sumka olish niyatim yo'q, chunki juda ham ko'p joylarga to'xtayman. O'sha sumkamni qoldirib ketishim mumkin. O'shuning uchun просто cho'nchagimga solib olaman. O'zim bilan kamera olyapman, чтобы Praganing chiroyli ko'chalarini rasmga olish uchun. Sizlar bo'lsa meni kuzatinglar. So this is me guys, as you can see. Hop, bu yerda bathroom bor. Men get ready with me qildim. Bu yerda shower bor. Bu yerda mana xonam. Shkafchik, bitta kichkina stul bor. O'tirib oyoq kiyimingizni qo'yganim, bitta xolodilnik. E'tibor bermishlar bu yerdagi ozgincha iflosligi. No, mana shu uxladim. Men juda ham cozy room. Tan olaman, juda ham yaxshi. Bitta televizor bor. Kechqurun bitta YouTube ko'rdim Praga haqida. Masliga rasmlarni chiqarib qo'yaman, чтобы YouTube'da oxirigacha ko'rishlar uchun, qiziqroq bo'lish uchun. Guys, this is me, as you can see. Hozir McDonald's topdim, mana shu atrofda. Kirib turib nimadir yeymiz-da. Undan keyin Old Townga o'tib ketamiz. Unaqa uzoq emas ekan, 200 metr uzoq ekan xolos. Unaqa uzoq bo'lmaydi. Like we will see guys. I don't know how. Lekin mana bunaqada o'zi jinni qilyapti. Mana shu xotinimdan chiqdim, o'zi yo'q qarayman, video olish habisini chiqib qolyapti, chunki nereально chiroyli shahar, bilin. Guys, McDonald's topdim, topildi. Xo'p, biz hozir bitta zakaz beramiz. Birinchi o'rinda bitta tilni o'zgartirib olamiz, guys. Let's say English here. Xo'p, bularni даже men pul birligini ham tushunmayapman. Asablarim ketyapti. Arzon ekan. Где-то 4 yevro bo'lar ekan. O'zbek puliga 45 mingcha bo'ladi-da. Guys, men hozir ovqatimni oldim, as you can see. Lokatsiya o'rganman, men ketyapti. 2 minut piyoda yurish kerak ekan. That's pretty close, guys. O'ylaganimdan ham ancha yaqin. Men bu juda ham необычный joy ko'rib qoldim. Hozir sizlarga ko'rsataman. Look guys. Wow. It's stunning, guys. Wow. Marmeladlar hammasi tasarruflilar. Oh my god. Buni qaranglar, xohlaganinglarcha buni qancha o'silib bo'lar ekan bu yerda. Qo'ysa bo'lar ekan, что har bitta konchoydan kelganlar. It's like interesting. Mana bunaqa Free Palestine deb yozib qo'yibdi. Mamka, давайте katta qilib O'zbekiston deb yozamiz, okay? So guys, mana endi xursand bo'lyapman. Mana vidduxasiga bitta 5 bor lekin. Вообще прям Italiano ko'chalar-ku. Bilmadim, vloglarimda rasmlarda ranglari qanaqa chiqyapti, lekin prям ko'chalarga gap yo'q. Ko'chalar, har bitta ko'cha prям ko'raveradigan ko'cha. Bu Praga. Oh my god. Look guys, that's beautiful. Pragani street marketlari ko'radigan bo'lsalar,
Binolar bor ekan bitta. Okay. Mana qaranglar. Ko'chalarni qaranglar. Qanaqangi ertanamon faizli kuz tegmasin juda zo'r. Odamlarning hayoti qaynayapti ham ko'chada. Eng qizig'i endi ertalab bo'ldi. Hali bitam bo'lgani yo'q. Qanaqa chiroyli-da odamlar. Prosta ko'chani o'zi qanaqa chiroyli qaranglar. Like chimchiliklar mana. Like I'm speechless, guys. Hozir tanasi ko'rsataman. Okay. Блин. Что за это красота? Suatu sarana qaranglar. Also visit free of charge ¿Quién de mi lado? Llámame which is an eye catcher over there. Wien, Tienskirche oder Tienskirche. Turistlarga nimadirlar tushuntiryapti-da, aytyapti. Birinchi Pragdagi Gothic Church, tipa nima desa bo'ladi? Ibodatxonasi, o'shalarni churchi birinchisi ekan. Mana shu imonni hozir ko'rib turgan churchilar. Mana shu Pragadagi birinchi Gothic Church ekan. Yurayotgan ko'chalarimni qaranglar. Qanaqa ko'chalarda yuraman men. Mashinalarni qaranglar, tirilib turishini mashinalarni. Bitta ham Chevrolet topa olmaysizlar bor. O'zbekiston Chevrolet tiqilib yotibdi bitta. Umuman yo'q unaqa mashina. Juda chiroyli ko'chalar, ko'z tegmasin. Shunaqa boshqa davlatlarga borib, sayohat qilib, ko'chalarni o'rganib, odamlar bilan gaplashib, ularning ovqatlarini yeb ko'rib, mamlaqa bir san'at asari ko'chalarda yuribdi. Tushunasizlarmi? Kayf. Qaranglar. Qanaqangi yoqimtoygina, kichkinagina. Billing, xola endi hovlimizga chiqar ekan yoki. Oh my god. Bitta yana mana shunaqa shirni sotadigan magazinlar juda ko'p bitta, juda ko'p. O'shuning uchun ham tipa Old Towndan yoki davomli turistik zonalardan emasda ozgina chekkaroqdan olsanglar, tipa sizlarga ham arzonga tushadi, ham qo'pol qilayotganda nechishda pullarni qilasiz. Mana buni qaranglar, parking qilganni. Billing, beparosat. Xolasa, guys, bizda Charles Bridge yetib keldi. Ko'rib oldim. Men sizlar meni emotsam ko'rmadinglar. Xo'p, lekin men shuni sizlarga ko'rsatishim kerak. Oh my god. Nima bo'lyapti? I'm so grateful. Qotib qoldim. Xudoga shukr. Men o'zi juda emotsiyalarimni yig'laganimni ko'rsatib yurgan odamman. No guys. Qotib turganimni qaranglar, prosta qotib turganimmi? Hozir ko'prik orqasiga o'tamiz. Hozir bitta chiqamiz-da. Bridge tepasidan o'tamiz. Bilin, juda chiroyli joylar. Prям как сказка-da, bilin. Men banu rasmlarni eslaysizlarmi? Rasmlarni naqa qilib chizib beradi-ku odamlarni, prikol qilib turib. Mana shunaqa rassom bu, короче. Ko'rasizlarmi? Karikatura 7 minutda deyapman. 7 minutda chizib berar ekan. Vaqtdan ko'ra uyda joyda rasmga tushish plan qilayotgandim. O'shga borib, hozir rasmga tushaman. Kimdirdan rasmga olishni so'rab qo'yaman. Menimcha, yo'q deyishmasa kerak. Let's say that. Guys, now I got a picture. Because look, men o'yladim, men picture olaman deb turib, men bitta rosa ham chiroyli couple'larni ko'rib qoldim. Rasmga qo'ydim. Rasmga qo'ydimda, ular ham meni rasmga qo'yishdi. So yes, 50-50 bo'ldi. I think they're good. Agar yomon bo'lsa ham kechqurun kelib turib, yana bitga selfie da rasm olsam bo'ladi. Like I don't know, they're beautiful guys. Ko'rsanglar, bu yerda har bitta 2 metrda naqalar bor, haykallar bor. Hozir hammasini sizlarga bittalab ko'rsaman. Shahar videoga bitta baho berib olasizlar guys. Look at them guys. Damn.
ko'cha bu yoqda internetda ko'rdim. Bu yoqdagi ko'chasini kelib turib shunaqa naslab qo'yish kerak, I think, guys. Oh my god. Okay. Like that's kind of tradition, guys. Men Charles Bridge'ga yana qaytaman, guys. Nimaga? Chunki shtativim olmagan ekanman. Hozir bu yerda videoga olib qo'yganimni so'ramayapman. Rasm o'zini zo'rg'a so'rayapman-da. Boshqa tarafi. But still, guys, insanely beautiful. Eterimga borishdan oldin baqa keldim. Sho'ba imanni shuni yeyish uchun, guys. Imanni shu uchun keldim. Mana strawberry passion olamiz-da. Давайте mashina olamiz. I got it. Look. Hozir endi shuni yeymiz. It looks very beautiful. Me'daga tegmaydigan oshirim. Tipa rosa shirin kremda. O'zi ichini ko'ryapsizlarmi? Ichida prям to'ldir shokoladi bilan qulupnoy bor ekan. Men unda tepasini tatib bilan sizga naqasini aytaman, ta'min etaman. Nereально shirin. Like endi точно sizlar olishinglar kerak. Вообще shirin. Kiyimlarimni yashirgan hozir hotelga keldim. Hotelni toza qilib, tozalab, hamma yo'g'ini oppoq qilib chiqib ketishibdi. Men bularga narsalarimni sochib tashladim, kelganda yig'ishtiraman baribir deb. Вот, hotel servis Yevropada. Chet elda o'rtog'im Pragaga kelgan, hozir u bilan ko'rishamiz. O'ltamda ozgincha aylanib turib, rasmlarga tushamiz. Then we will come back. Har ehtimolga qarshi baribir shtativimni olaman, chunki shtativimsiz chiqdim ko'chaga, shunaqa asabim buzilib ketdi. Hech kim rasmga olib bera olmadi meni. That's me. Agar ko'rayotgan bo'lsanglar, qo'pol qilib aytganda birinchidan sovqotib ketdim, ikkinchidan tipa oyog'im og'rib ketdi. Xullas komfort men uchun ustun keldi. Chiroydan ko'ra, aytak hozir ham normal turibman, no. Hozir endi rasmlarimni o'ylamayman-da, shaharni ko'rish bilan kunimni o'tkazaman. Shahar ovozini eshityapsizlarmi? Bitta o'qituvchim bo'lardi, mana o'zim akam, broyim, Ulug'bek aka bo'lardi-da. Ko'rib o'tirardik shunaqa chet elda yuradigan anaqalarni, travel blogerlarni ko'rib o'tirardik hammamiz sinfda. Ulug'bek aka aytardi, "Men chet ellik blogerlarni yaxshi ko'raman, vlog olsa, tipa tabiiy chiqadi, effektlar qo'ymaydi, 10 qavat shpaklyovkalar bilan chiqmaydi qizlari. Shunaqani yaxshi ko'raman. Bunday ko'rib maza qilasan, tabiiylikni olasan. Prosta oddiy ko'chalarda yugurib gapirga gapirardi. Ulug'bek aka, o'sha payt men ichimdan o'tgan, xudo xolasa, vot qilaman mana shu vlogni, men qaytaraman deganman. Men hech qanday hazillashmayapman. Agarda bu vlog jo'nataman Ulug'bek akaga ham, Ulug'bek aka ko'radigan bo'lsa, kommentariyada meni gapimni tasdiqlab ham ketadi, shunaqa bo'lgan rostdan ham deb. Ulug'bek aka bizga inglizcha naqalarni ko'rsatardi-da. Shunaqa chet elda yuradigan vloglarni ko'rsatardi. U vloglarni ko'rib aytardi, "Nima bizani o'zbeklar shunaqa vloglar qilmas ekan. Nimaga biz o'zbek tilida shunaqa vlog ko'ra olmaymiz?" Dedim-da. Vot, sizlar ko'rib o'tiribsizlar. Mana shaharni qaranglar. Ko'chalarni qaranglar, ko'chalarni, guys. But that's for my vlog. Hi. Biz hozir bitta devorga ketyapmiz. O'sha mashhur TikTokda ko'ruvdim, o'sha ketyapmiz hozir. O'shqa borib rasmga tushamiz. So guys, just wait a bit. Building in Old Town. That's back of it, yeah? Oh, I have the same camera. Do you? It is Kodak F55, yeah? Yes, Yeah, I it is. have the same. Zaman shunaqa keldi. Rosa ham popular bo'lib ketgan, mana shu juda mashhur. Odamlarni ko'rasan, no, хотя they're not crowded, yeah? Like really. It's not too bad. Not too bad. Guys. Hammaga 50 unaqa yopishtirib ketishibdi. Hamma xohlagan narsasini yopishtirib ketyapti. Ko'rasizmi? Bu wall, что turistlar tomonidan chiqarilgan. Hamma turist o'zidan anaqasidan nimadir yopishtiradi, nimadir chizib ketadi, qanaqadir esdalik qoldirib ketadi. Yeah, kind of like that. Hozir bitga o'zbek deb yozdim, bitga sarafona deb yozdim. Endi shu vlogga kelsalar bitta ko'rib qo'yasizlar, guys. Bizlarni ham bitta xizmatimiz qolib ketdi. Bu yerda bitta Venetsiyani bir bo'lagini topib oldim, guys. Look. Venetsiyani ko'rgandek bo'ldim, bor-ku, like qanaqa chiroyli joy. Bu yerda marihuana degan surnir sotadigan magazin bor ekan. Figa chiqadinglar odamlar. Hozir ko'rsatmaslik. Mana ko'chalarni qaranglar. We have to check it out.
bitta marixuana degan magazin bor ekan. Marixuana bilasizlar, anaqa narkotik modda. Men bilmayman, ichida rostdan marixuana bormi, или как бы suvenir magazinmida. Hozir sizlar bilan check it out qilamiz. Oh, I think. Bu yerga kirsak, prikиньте, bilan rostdan marixuana sotishar ekan. Rasmga videoga olish mumkin emas deb turib, bizani chiqazib yuborishdi. Like no photo, no picture deb turib. Jinni bo'lib qoldi. Mana shu marixuana sotishar ekan. Mana qaranglar, odamlar. Xo'p, endi biz hozir ovqatlanishga ketyapmiz. Yeah. There's a restaurant in here. We've ketdik Ramzan. So, is it open this way? Yeah. Bu yerda ovqatlarning turlari bor ekan. Siz oldim. Biz hozir cola olaman u yerdan. I think yes. That's it. Biz endi ovqatlanamiz shu bilan. Menimcha katta ehtimol bilan короче bunga quloq solib turman keldim. Hotelga borib baribir boshqa ovqatlanansam kerak, chunki ko'rinish menga yoqmayapti. Azimcha yeb turib sam bo'lgandaqa ko'rsataman o'zimni, ikkigan bo'ldi. Shu bilan bo'ldi. Короче, hozir men o'rtog'im bilan xayrlashib turib otelga keldim. Jiddiy uxlab turib, keyin kechqurun aylangan chiqamiz. O'ltamga juda ham chiroyli bo'ladi deb aytishdi. Videoni ertalab pozda tugatib qo'yaman dedim, o'shuning uchun men uxlayman. Sizlar bo'lsa, bilmadim, kutib turaydi turgunimcha. 1 hour later. 6 hours later. Vay xudoyim. If the world was ending, I wanna be next to you. Ne siqilyapsan, ha, Samiya? Pragada ham siqiladimi odam? Iya, hozir ko'chaga chiqib ketamiz, hamma narsa bo'ladi. Jinob qo'yaman, bo'lib ket. Tezroq ko'chaga chiqib ketamiz. Shtativimni oldim. Endi bo'lsa Dancing Towers'ga, Dancing Buildings'ga o'tga. Короче, deb borganimda ko'rasizlar, o'sha yerga ketyapman. Damn, oh my god, qaranglar. Xullas bu Kafkani bosh suyak haykal ekan. Bosh suyak emas, короче, boshi Head of Kafka deb aytilgan. Albatta Kafkani galleriyasi bor ekan, ko'rsanglar. Esingizda bo'lsa, Old Townda Kafkani muzeyini ham ko'rib o'tib ketuvdik, ko'rsatib turib. Qaranglar, qanaqa neobычный qilingan. Bu kechqurun aylanar ekan, soat nechidirdan keyin, lekin daraxtlar уже gullabdi, guys. Qaranglar shahar qanaqa vidochilik ekanini. Bu yerda Charles Bridge, bu yerda oq qushlar. Oh my god. Qaranglar qanaqa chiroyli bular. Shunaqa yaqindan oq qush ko'rganmizlar? Oh my god. Am I on my dream? Bu tushunishlar uchun ko'cha. Mana shunaqa eng tor street, the nervous street deb turib nima qilingan. Like, that's kinda interesting. Look. Mana shunaqa tor ko'chadan yurib bergan bo'lamidik. Buni qaranglar, mana shu magazin nima ko'rganimni. Like guys. Can you see? Hamma nega sirsa g'alati qarab turibdi, menga tezroq ketaylik. Boqiyapman narsalarimni videoga olyapsanmi deb qarayapti menga egasi, o'shuning uchun ketdik. Men bu tupo lokatsiyani qayergadir olib ketyapti. Miyalarim achib ketdi. Hech qachon Google Map'ga qaytib mana shu olmayman. Biz hozir bitta zo'r binoga boramiz.
Nasa arxitekturasiga qiziqardim. Hayotda qanaqa bo'lar ekan, boshqa ekan, bunaqa rostdan bormikan derdim-da. Tipa, bunaqada ko'rardim, Pinterestda ko'rardim-da. Tak hozir sizlar bilan o'sha joyga boramiz. Birga ko'ramiz, guys. Yog'ormasanglar. Rosa lekin havo aynib turibdi. Doim qaysi davlatga borsam, asabim buzib yomg'ir yog'averadi. Balki hech qachon buzib. Ko'chani vibe'iga lekin bitta 5 bor. Yo guys, ko'rdim shu binoni. Hozir boramiz oldiga. Voy biling, sen yig'lama. Hozir ko'rsam sizlarga. Vot ko'rayotgan bo'lsanglar hozir oldiga boramiz o'sha binoni. Mana o'sha bino hozir old tarafdan ko'rsaman sizlarga qanaqa ko'rinishini. Xo'p, bino orqada turibdi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Wow! Quyosh nereali chiroyli botyapti. Yo Alloh, o'zingga shukr. Hayotda yutdi deb turib gapirishadi odamlarni, mana boshqa odamlardan bittasi. So guys, it is like very beautiful capture. Hozir ko'rsatadigan capture ko'ringlar. Вот, hayot yutish qanaqa bo'ladi. Baxt formulasi nimada bilmayman-ku, lekin Pragada men hech qachon baxtsiz bo'lmadim. Короче guys, menda ideya bor. Hozir men bu binoni ro'parasiga chiqib ko'ramiz, tepasiga, чтобы shaharni view-sini ko'rish uchun. Agarda chiqarishsa, men bilmayman chiqarisham chiqarmaydimi. Men ko'rmaganman tepasi view-ni. Hozir chiqib ko'ramiz sizlar bilan. Что chiqishga harakat qilib ko'ramiz. Let's go! Guys, I have no idea. Короче, shuni tepa etajiga chiqib ketmoqdaman. Buncha o'zbekcha bu. Xo'p, hozir biz rooftopga chiqishga harakat qilib ko'ramiz. And here I am, guys. Hello. Bilaman, uncha shunga chiqib ketyapti. Yo'lda view terras qo'yibdi. Mana shu terrasaga yo'lshatdan bo'lsa kerak. Xo'p, короче, hozir men tiket sotib oldim. 150 mana shu qayga guys. Oh my god. Can you see, guys? Oh. Beautiful, isn't it? Men sizlarga hozir video ko'rsaman. Jinni bo'lib qolasizlar. Ici à l'école, ouais. On va faire un speed date. Ouais, avec un speed friendly. Et voilà. Ah, lui, je peux le mettre. Ovozimni eshityapsanmi, eshitmayapsan bilmayman-ku, lekin bunaqa viewda sizlarga bitta gap gapirsam bo'lmaydi. Dunyo katta, guys. Va sizlar buni точно ko'rishinglar kerak. Bunaqa chiroyli dunyoni ko'rmasdan. Oh my god. Look how happy I am. Like the view is beautiful though. Men rosa xursandman shunaqa joylarga kelganimdan, shunaqa joylarni ko'rganimdan. Va Pragaga yana qaytib kelaman, что yozda definitely qaytaman. Katta ehtimol bilan, chunki juda ham yoqdi menga. O'zinglar ko'zimdan ko'rib turibsizlar-ku, so'ranglar qanaqa yoqdi. Shunaqa zo'r shaharda o'tiribman bor-ku. I really think people kept on trying to Juda hayotimdan men juda hayotimdan vahshiyman просто.
Shukr, Xudoga shukr. Hamma yig'lagan kunlarim ajri mana shu. I'm gonna cry, guys. Xudo xohlasa videolar bilan yozda kelamiz. Xudo xohlasa guys, obuna bo'lib qo'yinglar deb umid qilaman, chunki shu paytgacha endi podpiska bosmagan bo'lsanglar bilmayman, shu paytgacha shuncha vlogdan keyin ham shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar, tezroq YouTube'da silver knopkasini olaylik, boshqa ko'proq davlatlarga boraylik, ko'proq narsalar qilaylik. Menga motivatsiya beringlar sizlar, obuna bo'linglar, like bosinglar. И guys, hammalarga xayr, shunaqa chiroyli yu bilan sizlar bilan xayrlashaman. Shu bilan mana Pragada sayohatim tugaman. Endi xudo xohlasa yana bir kun qolaman. Sizlarga ko'rsatib oladigan narsalarimni hammasini ko'rsatdim deb umid qilaman. Video yoqqan bo'lsa juda ham xursandman guys. Sizlarga